Vahiylar. Birinchi bob. Mazkur kitob Ayso Masihning vahiysidir. Xudo yaqin kelgusida yuz berishi muqarrar bo'lgan voqealarni o'z xizmatkorlariga ko'rsatish uchun Ayso Masihga bu vahiyni tushirdi. Masih buni o'z farishtasi orqali xizmatkori Yuhannaga ayon qildi. Yuhanna Xudoning so'zi Ayso Masih bergan guvohlikqa ko'rganlarining hammasiga guvohlik berdi. Bu vahiylarni o'qib bergan va uni anglab amal qilganlar naqadar baxtlik. Chunki bu ishlarning amalga oshadigan vaqti yaqindir. Menki Yuhannadan Osiyo o'lkasidagi 7 e'tiqodchilar jamoatchiligiga salom. Hozir va azaldan bor bo'lgan ham kelgusida kelguvchidan uning taxtining oldidagi 7 ruhdan sodiq guvochi, o'limdan tunji tirilguchi, dunyo podsholarining hukmroni bo'lgan Ayso Masihdan sizlarga mehr shafqat va omonlik bo'lg'ay. U bizni so'ydi. O'z qini bilan bizni gunohlarimizdan ozod qildi. Bizni bir podshohlik qilib uyushtirib, o'z otasi Xudoning xizmatidagi ruhoniy qildi. Barliq shon sharaf va kuch qudrat uningga mangu mansub bo'lg'ay. Amin. Mana u bulutlar ustida kemakda. Hamma ko'zlar, hatto uning tenini najliganlarmu uni ko'rdi. Yer yuzidagi butkul xalqlar uning uchun hozir tutidi. Bu ish jazman bo'ladi. Amin. Parvardigor Xudo deydiki, bosh va oxir o'zimdirman. Hozir va azaldan bor bo'lgan ham mangu bor bo'lg'ichiman. Shundaqla hammaga qodirdirman. Men qernishinglar Yuhannaman. Biz Ayso Masihga mansub bo'lganligimiz uchun azob oqibatga, Xudoning podshohligiga va sabr toqatga o'rtaqmiz. Xudoning so'zi va Ayso Masihning qilgan guvohligini taqatqanligim uchun bir mazgil Patmos orolida mahbus bo'lib turib qolgandim. Rabbimizning kunida muqaddas ruhning meni ilkiga ilishi bilan kaynimdan kelgan qanoy ovozi o'xshab ketadigan unlik bir ovozni angladim. Bu ovoz ko'radiganlaringni kitob qilib yoz va uni 7 e'tiqodchilar jamoatchiligiga, ya'ni Efes, İzmir, Pergama, Tiyatira, Sardis, Filadelfiya va Laodikiya shaharlariga avat degan edi. Manga so'zligichini ko'rish uchun kaynimga burildim. Burilganimda ko'zimga 7 oltin chiroqdan va ularning o'ttirsida uchisidagi to'ni o'shig'icha tushib turadigan, ko'ksiga oltin kamar bog'lagan inson o'g'liga o'xshaydigan biri ko'rindi. Uning chechi oq yung va qordek oppoq edi. Ko'zlari go'yo yolqinlab turgan o'tdek edi. Putlari o'choqda tovlanib parqirgan tuchqa o'xshatdi. Ovozi sharqirab iqiyotgan suvning shovqinidek edi. U o'ng qo'lida 7 yulduz tutgan bo'lib, og'zidan 2 bisliq o'tkir bir qilich chiqib turadi. Chiroyi xuddi chinqichish vaqtidagi quyoshdek parlaq edi. Uni ko'rganimda oyig'iga o'likdek yiqildim. U o'ng qo'lini puchamga qo'yib mundoq dedi: qo'rqma, tunji va oxirgi men bo'laman.
hayat bo'lg'uchi o'zimdirman. Men o'lgan edim. Lekin endi mangu hayot yashayman. Ölüm ve o'liklar diyorining ochquchi mening qo'limda. Shuning uchun ko'rganlaringni, ya'ni hozir bo'layotgan va kelgusida bo'ladigan ishlarni yezib qoldir. 7 oltin chirog'dan va sen o'ng qo'limda ko'rgan 7 yulduzning sirg'i kesak, 7 yulduz, 7 e'tiqodchilar jamoatchiligining farishtalari. 7 chirog'dan bo'lsa, 7 jamoatchilikdir. 2. bob. Efesdagi e'tiqodchilar jamoatchiligining farishtasiga mundaq yoz. O'ng qo'lida 7 yulduzni tutib, 7 oltin chirog'donning o'tirsida mang'uchi mundaq deydi. Sening amaliyatingni, tirishchanligingni, sabr toqatingni bilaman. Razil odamlarning qilmishlariga chidab turolmaydiganligingni, elchi bo'lmisimu, o'zlarini elchi deb otvoganlarni sinab, ularning soxtaligini to'nganligingni bilaman. Shundaq, sen sabr toqat qilding. Manga e'tiqod qilganliging sabablik kelib chiqqan jafo mushaqqatga bardoshlik berding va hormiding. Lekin sana bir e'tirozim borki, u bo'lsimu mehr muhabbating dastlabkidan suslashdi. Shuning uchun qanchalik holatga tushib qolganligingga nazar sol, tavba qil va dastlabki amaliyatingni asliga keltir. Agar tavba qilmasang, men kelib chiroqdiningni o'rnidan elib ketaman. Biroq sening bir ortiqchiliging borki, u bo'lsimu, senmu manga o'xshash Nikolas tarafdorlarining qilmishlaridan nafratlending. Muqaddas ruhning jamoatchiliklarga deganlarini qulug'ingda ching tut. G'alaba qiluvchilarga Xudoning jannatidagi hayotlik darig'ining mevalarini yeyish huquqini beraman. İzmirdagi e'tiqodchilar jamoatchiligining farishtasiga mundaq yoz. Tunji va oxirgi o'lib tirilguchi mundaq deydi. Sening azob oqibatlaringni va nobrodligingni bilaman. Lekin amaliyotda sen boy. O'zlarini Yahudi davogarlarning tuhmatlarini bilaman. Amaliyotda ular Yahudi emas, balki shaytonning guruhidikilardir. Kelgusida chekadigan azob oqibatlardan qo'rqma. Bilib qo'yginki, shayton oranglardan ba'zilarni yaqinda zindonga tashlatib sinamoqchi. Sizlar 10 kungacha qiynalasizlar. Toki o'lgicha menga sodiq bo'l. Shu chaqda men sana hayotlik tojini kiydiraman. Muqaddas ruhning jamoatchiliklarga deganlarini qulug'ingda ching tut. G'alaba qilg'uvchilar ikkinchi o'limning ziyniga hargiz uchramaydi. Pergamodagi e'tiqodchilar jamoatchiligining farishtasiga mundaq yoz. 2 bisliq o'tkir qilichi bor bo'g'uvchi mundaq deydi. Sening shaytonning taxti o'rnashgan yerda turadiganligingni bilaman. Shundaqdimi? Sen mening nomimga sodiq bo'lib kelding. Hatto orangdagi ishonchli guvochim Antipa mushu shaytonning makonida qatl qilingan kunlardimi menga e'tiqod qilganligingni inkor qilmading. Lekin sana bir e'tirozim bor. U bo'lsimu oranglarda Bilamning ta'limiga egashganlar bo'lmoqda. Bilam Balaq degan odamga Isroillarni butqa atab nazr qilgan go'shtni yeyish va jinsi axloqsiz qilishga
ozdurishni o'rgatgan edi. Shuningga o'xshash, sizlarning oranglarda Nikolas tarafdorlarining ta'limiga agashganlarmi bor. Shuning uchun tavba qil. Undaq qilmasang, yeningga darhol berib, og'zimdagi qilichim bilan sana zarba beraman. Muqaddas ruhning jamoatchiliklarga deganlarini qulug'ingda ching tut. G'alaba qiluvchilarga saqloqlik mannadan beraman. Ularga yana birdan aqtash va bu toshlarning ustiga yozilgan yangi bir ismni, ya'ni buni qabul qiluvchilardan boshqa hech kim bilmaydigan bir ismni beraman. Tiatiradagi e'tiqodchilar jamoatchiligining farishtasisiga mundaq yoz. Xudoning ko'zlari yolqilgan o'tqa va putlari parqiroq tuchqa o'xshaydigan o'g'li mundaq deydi. Sening amaliyatingni, mehr muhabbatingni, e'tiqodingni, ajringni va sabr toqatingni bilaman. Hozirgi amaliyatingning dastlabki amaliyatingdan eshib tushayotganligini bilaman. Lekin sana bir e'tirozim bor. U bo'lsa-mu, o'zini payg'ambar deb tonishtirgan Izabel ismli xotinga yo'l qo'yayotsan. Bu xotin xalqimga ta'lim berib, ularni jinsiy axloqsizlik qilishga va butqa atab nazr qilgan go'shtni yeyishga ozdirmoqda. Men uning tavba qilishi uchun fursat bergan edim, lekin u jinsiy axloqsizlikka tavba qilishni xohlamadi. Endi uni og'ir kasal qilib yotqizib etaman. Uning bilan zina qilganlar qilmishlariga tavba qilmasa, ularni og'ir azobga mubtalo qilaman. Uning farzandlarini ajallik kasal bilan halok qilaman. U chaqda butkul e'tiqodchilar jamoatchiliklariga kishilarning o'y fikri va qalbini yaxshi bilguchining o'zim ekanligimni bildiraman. Hamda har biringlarga qilgan amaliyatinglarga yarasha yondiraman. Lekin Tiatiradagi bu ta'limni qabul qilmagan va shaytonning atalmish cho'nqur sirlarini o'rganmagan sizlarga shuni aytamanki, o'zinglarda bor bo'lganni men kelgucha chin saqlanglar. Sizlarga buningdan boshqa talab qo'ymayman. Kim g'alaba qilsa, ya'ni amirlarimga oxirgacha amal qilsa, uningga butkul xalqlarga hokim bo'lish huquqini beraman. Mana bu otam menga bergan huquqqa o'xshash huquqdir. Zaburda yozilgandek, u ularni temir kaltak bilan boshqurib, sopol qochlarni urib chaqqandek tarmar qiladi. G'alaba qiluvchilarga yana tong yulduzni ato qilaman. Muqaddas ruhning jamoatchiliklarga deganlarini qulug'inglarda chin tutinglar. Qulug'inglarda. 3-bob. Sardisdagi e'tiqodchilar jamoatchiligining farishtasiga mundaq yoz. Xudoning 7 ro'yiga va 7 yulduzga ega bo'lg'uchi mundaq deydi. Sening amaliyatingni bilaman. Hayot jamoatchilik deb nom elibsan, lekin o'liksan. Shunga uyqungni ichib, kichikkina ham yo'qob ketish oldida turgan e'tiqodingni kuchayt. Chunki Xudoyim oldida amaliyatingning texi tugal emasligini bildim. Shuning uchun anglagan va qabul qilgan ta'limlarni esingda tut. Bularga amal qil, tavba qil. Agar o'yg'onsang, mening kelishim sana xuddi o'g'rining kutilmagan vaqtda kelganidek tuyuqsiz bilinadi. Mening keladigan vaqt soatimni hargiz bilolmaysan. Lekin oranglarda o'zlariga dog' tekkizmagan yana
bir nechaylan bor. Ular oqton kiyib, men bilan billa yuridi. Chunki ular buningga loyiqdir. G'alaba qiluvchilar mana shundoq oqton kiydi. Ularning nomini hayotlik daftaridan hargiz o'chirmayman. Ularning nomini Otam Xudoning va uning farishlarining oldida ochiq e'tirof qilaman. Muqaddas ruhning jamoatchiliklarga deganlarini qulog'inglarda ching tutinglar. Filadelfiyadagi e'tiqodchilar jamoatchiligining farishasiga mundoq yoz. Muqaddas va ishonchlik qo'lida Davudning oshquchi bo'lgan ishni ossam hech kim yapolmaydi. Yapsam hech kim ocholmaydi deychi mundoq deydi. Sening amaliyatingni bilaman. Kuching ojiz bo'lsa-mu, ta'limimga amal qilding va nomimni inkor qilmading. Shuning uchun oldingda hech kim yapamaydigan bir ishni echib qo'ydim. Qara, shayton guruhidagilarga o'zlarini Yahudi deb otib olgan, amaliyotda Yahudi emas aldamchilarni shundoq oqibatga qoldirmanki, ular kelib sening oyig'ingga yiqiladi va mening seni yaxshi ko'rdiganligimni ko'rdi. Bardoshlik berish haqidagi amrimga amal qilganliging uchun bu dunyodagi insonlarni sinash maqsadida butun yer yuziga baloyi ofat tushirilgan vaqtda seni uningdan qo'g'dab qolaman. Tuyuqsiz keliman. Tojingni boshqalarning tatolmasligi uchun o'zingda bor bo'lganni ching saqla. G'alaba qilg'uchini Xudoning ibodatxonasiga to'ri qilaman. Bundaq odam u yerdan aslo ketmaydi. Uning vujudiga Xudoyimning nomini, Xudoyimning shahrining nomini, ya'ni arshdan Xudoning yenidan tushadigan yangi Yerusalimning nomini va mening yangi nomimni yozaman. Muqaddas ruhning jamoatchiliklarga deganlarini qulog'inglarda ching tutinglar. Laodikiyadagi e'tiqodchilar jamoatchiligining farishasiga mundoq yoz. Amin atalg'uchi, ya'ni sodiq va ishonchi guvochi, Xudo yaratgan mavjudotlarning manbasi mundoq deydi. Sening amaliyatingni bilaman. Sen e'tiqodda so'g'uq emas, qizg'inmi emas. Ya so'g'uq, ya qizg'in bo'lsang-chu kashki. Sen ya so'g'uq, ya qizg'in emas, balki ilmon sudak bo'lganliging uchun seni og'zimdan tukirib chiqarib etaman. Boyman, bayashotlikda yashayotman, hech narsaga hojat emasman deysan. Lekin bechora, ichinishliq, namrat, ko'r va yalang'och ekanligingni bilmaysan. Shunga boy bo'lishing uchun o't bilan tavlangan oltin, yalang'ochlik aybingni yipishing uchun kiydigan oq kiyim-kechak, ko'rishing uchun ko'zringga surtadigan malhamlarni mendan setib olishingni tavsiya qilaman. Men o'zim yaxshi ko'radigan kishilarning hammasini aybini ko'rsatib tarbiyalayman. Shuning uchun qizg'in bo'lib, gunohlaringga tavba qil. Qara, men hozir eshik oldida turib, eshikni qiqiyotman. Agar biri ovozimni anglab, eshikni ochsa, uning yeniga kiraman. Men uning bilan, u men bilan billa g'izolanadi. Men g'alaba qilib, otamning taxtida uning bilan billa o'ltirdim. Shuning uchun menmu g'alaba qiluvchilarga taxtimda men bilan birga o'ltirish huquqini beraman. Muqaddas ruhning jamoatchiliklarga deganlarini qulog'inglarda ching tutinglar.
4. bab. Ondan osmonda ochiq bir eshikni ko'rdim. Men burun anglag'an kanoy ovoziga o'xshab ketadigan ovoz. Bu yoq chiq. Sana buningdan keyin yuz berishi muqarrar bo'lgan voqealarni ko'rsatay, dedi. Muqaddas ruhning meni darhol ilkiga ilishi bilan arishda bir taxt va uningda o'ltirgan birini ko'rdim. Taxtda o'tirg'uchining qiyofati yeshil qoshtosh va qizil kvartsga o'xshaydi. Zumratni eslatadigan bir Hasan Husan taxtni o'rab turadi. Taxtning atrofida yana 24 taxt bor edi. Taxtlarda boshlariga oltin toj kiygan, oq to'nga o'rangan 24 yetakchi o'tiradi. Taxtdan chaqmoqlar chiqib, guldir momining guldir qaroslari o'ngnib turadi. Taxtning oldida yolqinlab turgan 7 mash'al bor edi. Bular Xudoning 7 ruhi edi. Taxtning oldida yana xuddi xrustaldek paqrab turadigan, aynakdek suzuk, dengizga o'xshaydigan bir narsa bor edi. Taxtning har bir tarafining o'tira qismida oldi va kaynida nurg'un ko'zlari bor 4 tirik maxluq turadi. Birinchi maxluq shirg'a, ikkinchi maxluq buqiga o'xshaydi. Uchinchi maxluqning yuzi odamning chiroyiga o'xshaydi. To'rtinchi maxluq uchayotgan burkutga o'xshaydi. 4 tirik maxluqning har birining 6 dan qanti bor bo'lib, ularning butun badani, hatto qanot ostimi ko'zlar bilan to'lgan edi. Ular kecha-kunduz tinmay mundaq deyishadi. Muqaddas, muqaddas, muqaddastur. Azaldan bor bo'lgan, hozirmi bor, ham kelgusida kelguvchi, hammaga qodir Parvardigor Xudo. Tirik maxluqlar taxtda o'tirgan abadil abad hayot bo'lg'uchini ulug'lab, uningga hurmat va tashakkur izhor qilganida 24 yetakchi abadil abad yashaydigan taxtda o'tirg'uchining oyig'iga bosh qo'yib sajda qiladi. Tojlarini taxtning oldiga qo'yishib, mundaq deyishadi. Parvardigorimiz va Xudoyimiz, shon sharaf, hurmat va qudratga loyiqsan. Chunki hammani sen yaratding. Hamma şeyi xohishing bilan yoritilib, vujudga keldi. 5. bab. Ondan taxtda o'tirg'uchining o'ng qo'lida har ikki yuziga xat yozilgan va 7 muhr bilan pechatlangan bir o'ram yozmani ko'rdim. Yuqori ovoz bilan o'ram yozma va pechatlarni ichishga kim loyiqdir deb tovlig'an kuchlik bir farishtani ko'rdim. Lekin ne arshda, ne yer yuzida, ne yer ostida o'ram yozmani ichib o'qiyalaydigan birarsi chiqmadi. O'ram yozmani ichish va o'qishga loyiq birarsi chiqmag'achqa qattiq yig'lavatdim. Buning bilan yetakchilardan biri menga: "Yig'lama, qara, Yahuda qabrisidan kelgan shir Davudning notisi g'alaba qildi. O'ram yozmani va uning 7 pechatini ichishga u qodir", dedi. Ondan bir qo'zining yetakchilar qo'shab turgan taxt bilan tirik maxluqlarning oralig'ida tug'anligini ko'rdim. Qarmoqqa u burun bo'g'izlangandek qiladi. Qo'zining 7 munguzi va 7 ko'zi bor bo'lib, bu ko'zlar Xudoning butkul dunyoga avatgan 7 ruhi edi. Qo'zi berib, taxtda o'tirg'uchining o'ng qo'lidan o'ram yozmini oldi. Yozmini olganda 4 tirik maxluq va 24 yetakchi uning oyig'i bosh qo'ydi. Ularning har birining qo'lida chiltar va isiriq bilan to'lgan oltin tovoq bor edi.
Bu isiriq Xudoning muqaddas xalqining duolari edi. Ular yeni bir qo'shiq aytishdi. Oram yozmini ilishqa ve pechetlerini içişqe layıqsan. Çünkü boğuzlandın ve her kabileden, her tilden, her milletten, her halktan boğan insanlarını öz qinin bedeli bilen Xudaga mensup kıldın. Ularını bir patşalık kılıp uyuşturup, Xudayimizning xizmetideki ruhani kıldın. Ular yeryüzüde hüküm sürgüsü. Ondan taxtning tirik mahluqlarning va yetakchilarning atrofida minglagan, 10 minglagan farishtalarni ko'rdim va ularning ovozlarini angladim. Ular unlik ovoz bilan mundoq deyishatdi. Bo'g'izlangan qo'za, qudrat, boylik, donolik, kuch-quvvat, hurmat, shon-sharaf va madhiga loyiqdir. Men yana arsh, yeryüzü, yer osti, dengizlar ve kainatdaki bütün canlılarning deginini anladım. Madiye, hürmet, şan şeref ve kudret taxtda o'tirg'ichga ve qo'ziga mengü mensup bo'lsin. To'rt tirik maxluq amin deb javob qaytardi. Yetakchilar yerga bosh qo'yib taxtda o'tirg'ichga ve qo'ziga sajda qiladi. 6. Bab. Ondan qo'zining 7 pechatning birinchisini ochganligini ko'rdim. Shu chog'da 4 tirik maxluqdan birining guldirmomudak ovoz bilan "Kel" deganini angladim. Qarividim, bir oq otni ko'rdim. Ot minguchining qo'lida bir sadoq bor edi. Uningga bir toj berildi. U g'alaba qilg'uchi sifatida zafar quchish uchun jangga otlandi. Qo'za ikkinchi pechatni ochganda ikkinchi maxluqning "Kel" deganini angladim. U chog'da yana bir ot o'tirg'i chiqdi. Uning rangi qizil edi. Otga minguchi yer yuzidagi tinchlikni elib ketish va insonlarni o'zaro qirg'inchilikqa selish huquqi berildi. Uningga yana cho'ng bir qilich berildi. Qo'za 3. pechatni ochganda 3. maxluqning "Kel" deganini angladim. Qarividim, bir qora otni ko'rdim. Otga minguchining qo'lida bir tarozi bor edi. 4 tirik maxluqning orasidan bir kunlik ish haqqi uchun faqat bir tovoq bug'doy yoki bo'lmasa 3 tovoq orqali beriladi. Zaytun darg'i bilan uzum teliga tagma degandek bir ovozni angladim. Qo'za 4. pechatni ochganda 4. maxluqning "Kel" degan ovozni angladim. Qarividim, bir totirang otni ko'rdim. Otga minguchining ismi O'lim edi. Uning kaynidan o'liklar diyori egishib kelyotdi. Bularga yer yuzining 4dan biriga hukmronlik qilib, qilich, ocharchilik, vabo va yer yuzidagi yirtqich hayvonlar orqali odam o'ltirish huquqi berildi. Qo'za 5. pechatni ochganda Xudoning so'zini yetkazganligi va bergan guvohligi vajidan o'ltirilganlarning jonlarini qurbonlik supusining tegida ko'rdim. Ular qattiq ovoz bilan chuqon selishib, muqaddas ve ishonchli egimiz, yer yuzida yashayotgan insonlarni qachon so'roq qilib, ulardan qinimizning intiqomini elib berisan, deyishadi. Ularning har biriga birdan oqton berilgan bo'lib, Xudoga xizmat qilgan, o'zlariga o'xshash o'ltirilgan e'tiqodchi qindoshlarining soni to'shqicha ozgina vaqt kutishi talab qilingan edi. Ondan qo'zining 6. pechatni ochganligini ko'rdim. Bu vaqtda zemin qattiq tavirinib, quyosh va ayni qop-qora ko'mirning, oy bo'lsa qonning rangiga kirdi. Anjur darg'ining
qattiq bo'ronda silkinishidan to'ng anjurlar yerga to'kilgandek, osmondagi yulduzlarmu yer yuziga to'kildi. Osmon xuddi o'ram yozmidek o'rilib, g'oyib bo'ldi. Butkul tog'lar va orollar o'rnidan yo'tkaldi. Dunyoning podshohlari, hukmronlari, sardorlari, boylari, huquqdorlari, qullari va hurlarining hammasi o'nkirlarga va tog'larning kamarlarga yo'shirindi. Ular tog'davallarga mundoq deb jar soldi: ustimizga tushinglar, bizni taxti o'tirg'ichining siymosidan va qo'zining g'azabidan to'sib kelinglar, chunki ularning g'azabi tutgan dahshatli kun keldi. Uningga kimmi bardoshlik beralsin? 7-bob. Uningdan keyin yer yuzining 4 bulungda turgan 4 farishtani ko'rdim. Ular quruqliq, dengiz ham dal-daraxtlarni bo'ron urmasligi uchun yer yuzining 4 tarafidan keladigan bo'ronni tizgillab turadi. Mangu hayot Xudoning möhrini elib, kun chiqishdan kelgan boshqa bir farishtani ko'rdim. U qattiq ovoz bilan quruqliq va dengizlarni buzib tashlash huquqi berilgan ashu 4 farishtaga: biz Xudoning xizmatkorlarining peshonasiga mo'r bosqucha, quruqliq, dengiz va dal-daraxtlarni buzib tashlamanglar, deb vaqirdi. Ondan men möhürlengenlerinin sonini anladım. İsraillarning bütün qabilalaridan 144 ming kishi, ya'ni Yahuda qabilasidan 12 ming kishi, Ruben qabilasidan 12 ming kishi, Gad qabilasidan 12 ming kishi, Asher qabilasidan 12 ming kishi, Naftali qabilasidan 12 ming kishi, Manasse qabilasidan 12 ming kishi, Shimon qabilasidan 12 ming kishi, Lavi qabilasidan 12 ming kishi, İsakkar qabilasidan 12 ming kishi, Zabulun qabilasidan 12 ming kishi, Yusuf qabilasidan 12 ming kishi, Benyamin qabilasidan 12 ming kishi möhürlengen idi. Ondan her xalq, her qabila, her millatdan bo'lgan, her xil tillarda so'zlashadigan, sanab tugatgusiz zo'r bir to'p xaloyiqning, taxtning va qo'zining oldi turganligini ko'rdim. Ularning hammasi oq to'n kiygan bo'lib, qo'llarida xurma shoxlari tutgan edi. Ular unlik ovoz bilan: "Nijotlik taxti o'ltirgan Xudoyimizdan va qo'zidan keladi", deb vaqirishadi. Bütün farishtalar taxtning yetakchilarining va 4 tirik maxluqning atrofiga olishib olgan edi. Ular taxtning oldida yerga bosh qo'yib, Xudoga sajda qilib, mundoq deyishadi: "Amin. Matiya, shon sharaf, donolik va tashakkur, hurmat va kuch-qudrat Xudoyimizga mangu mansub bo'lsin. Amin." Shu chaqda yetakchilardan biri mendan: "Oq to'n kiygan bu kishilar kim bo'ladi? Qayerdan keldi?" deb so'radi. "Taqsir, men bilmayman. Bu o'zlariga ma'lumdir", dedim. U menga: "Bular dahshatlik baloyi ofatlarni beshidan o'tkazib kelganlardir. Ular to'nlarini qo'zining qinida yuyib, oppoq qilgan. Shuning uchun ular Xudoning taxtining oldida turib, Xudoning ibodatxonasida kech-kunduz uning xizmatida bo'ladi. Taxtda o'tirg'uchi Xudo ularga soyvandir. Ular endi oshqamaydi, usimaydi. Ularga ne oftob, ne qattiq issiq o'tmaydi. Chunki ularni taxtning o'tirsidagi qo'za boqidi va hayotlik suyining buloqlariga elib bordi. Xudo ularning ko'zlaridagi bütün yoshlarni surtidi", dedi. 8-bob. Qo'za
7-chi pekatni ochganda, arishda yarim soatcha jimjitlik hukm surdi. Ondan Xudoning oldida turgan 7 farishtani ko'rdim. Ularga 7 qanoy berildi. Oltin isiriqdan tutgan yana bir farishta kelib, qurbonlik supisining oldida turdi. Taxtning oldidagi oltin qurbonlik supisida Xudoning barliq muqaddas xalqining duolari bilan birga atash uchun uningga ko'p isiriq berildi. Isiriqdan chiqqan tutunlar bilan muqaddas xalqning duolari farishtaning qo'lidan Xudoning oldiga ko'tarildi. Ondan farishta isiriqdonni qo'lga ilib, uni qurbonlik supisidagi o't bilan to'ldirib, yer yuziga otdi. U chaqda guldir momining guldir qaroslari anglandi. Chaqmoqlar chiqib, yer zemin tavrandi. Ondan keyin qo'llarga birdan qanoy tutgan 7 farishta qanoylarni chelishga hozirlandi. Birinchi farishta qonini chag'anda mo'ldir bilan o't qonga aralashgan holda yog'dirildi. Zeminning 3/1, dal daraxtlarning 3/1 va butkul yeshil o't cho'plar ko'yib ketdi. İkinci farishta qonini chag'anda go'yo lavuldab ko'yayotgan cho'ng bir tog'dek g'oyat zo'r bir jism dengizga tashlandi. Dengizning 3/1 qonga aylandi. Dengizdagi jonivorlarning 3/1 o'ldi va kemilarning 3/1 vayron bo'ldi. Uchinchi farishta qonini chag'anda osmondan mash'aldek yolqinlab yongan cho'ng bir yulduz daryolarning 3/1ning va buloqlarning ustiga tushdi. Bu yulduzning ismi Qiriq edi. Sularning 3/1 qiriq bo'lib ketib, bu suni ichgan nurg'un odam o'lib ketdi. To'rtinchi farishta qonini chag'anda quyoshning, oyning va yulduzlarning 3/1 zarbiga uchirdi. Natijada quyosh, oy va yulduzlarning yorug'ligining 3/1 o'chdi. Kunduzning 3/1 qorong'ulikqa aylandi. Kechining 3/1da yorug'lik yo'qoldi. Yana qorvidim, osmonning qarda uchib ketayotgan bir burkutning qattiq ovoz bilan boshqa 3 farishta chaladigan qanoy ovozining dastidan yer yuzida yashaydiganlarning holiga voy, holiga voy, holiga voy deganini angladi. 9-bob 5-farishta qonini chag'anda osmondan yerga tushib ketgan bir yulduzni ko'rdim. Tegi yo'q hanga boradigan laxmining oshquchi uningga berildi. U tegi yo'q hangni ochganda hangdan yo'g'on o'choqning isidek tutun etilib chiqdi. Hangning tutunidan quyosh va osmonni qorong'ulik bosdi. Tutunning ichidan yer yuziga chekatki yog'di. Ularga chayonlardek chiqish kuchi berilgan edi. Chekatkilarga yer yuzidagi o't cho'plarga va har qanday o'simlik yoki dal daraxtlarga emas, faqat peshonisida Xudoning muhri bo'lgan insonlarga ziyon yetkazish buyurilgan edi. Ularga bu insonlarni o'ldirish emas, faqat 5 oy muddatlik qiyin qistoqqa elish buyrug'la berilgan edi. Bu qiyin qistoq chayon odamni chaqqan vaqtdagi qattiq og'riq azobiga o'xshaydi. O kunlarda insonlar o'limni izlaydi, lekin topolmaydi. O'limni seg'inadi, lekin o'lim ulardan qochadi. Chekatlarning qiyofati xuddi jangga hozirlangan otlarga o'xshaydi. Boshlarida bo'lsa oltin tojga o'xshaydigan bir narsa bor edi. Chiroyi odamnikiga o'xshaydi. Chochlari ayollarning chechiga, tishlari shirning tishiga o'xshaydi. Ko'kraklari to'mir sovutlarga o'xshaydi. Qanotlarining ovozi jangga otlangan nurg'un ot harvlarning ovoziga o'xshaydi.
chayonlarnikiga o'xshash chaqadigan quyruqlari bor edi. Quyruqlaridagi zaharlik nashtirida odamni 5 oy azobga sog'dek kuch bor edi. Ularni boshqaradigan podsho tegi yo'q hangning farishtasi edi. Bu farishtaning ibroniycha ismi Avaddon, grekcha ismi Apolion, ya'ni halok qilguvchi edi. Birinchi baloyi ofat o'tib ketdi. Endi bundan keyin yana 2 baloyi ofat keldi. 6-chi farishta qonini chag'anda Xudoning oldidagi oltin qurbonlik supisining 4 mungizidan chiqqan bir ovozni angladim. Bu ovoz 6-chi farishtaga cho'ng Firot daryosining yenida bog'liqlik 4 farishtani bo'shat dedi. Dal shu yil, shu oy, shu kun va shu soat uchun hozirlab qo'yilgan bu 4 farishta insonlarning 3dan birini halok qilish uchun bog'liqdan bo'shtildi. Bularning otliq lashkarlarining soni 200 million edi. Ularning sonining jakarlanganligini anladim. G'oyibona alomatda ko'zimga ko'ringan ot va otliqlar mana mundaq edi. Otliqlarning ko'krak qalqonlari cho'g'dek qizil, ko'k yoqutdek ko'k va gungurtdek seriq edi. Otlarning boshlari shirning beshiga o'xshaydi. Eg'izlaridan o't, tutun va gungurt purkilatdi. İnsanlarning 3dan biri bularning og'zidan purkilgan o't, tutun va gungurtdan iborat bu 3 ofatdan o'ldi. Otlarning kuchi eg'izlarida va quyruqlarida edi. Quyruqlarining yilonga o'xshash beshi bo'lib, bular bilan odamni zaxmlantiradi. Qolgan insonlar, ya'ni bu baloyi ofatlardan omon qolg'uvchilar o'z qilmishlariga tavba qilmadi. Jinlarga ko'ralmas, angyalmas va mang'almas oltin, kumush, tuch va yog'och butlarga cho'qinishdan voz kechmadi. Ular qotillik, sehrgarlik, jinsi axloqsizlik va o'g'riliklarga tavba qilmadi. 10-bob. Ondan keyin arshdan tushayotgan yana bir kuchlik farishtani ko'rdim. U bir parcha bulutni yepingan bo'lib, beshining ustida bir Hasan Husayn bor edi. Yuzi quyoshga, putlari bo'lsa o't turigiga o'xshatdi. Qo'lida bir kichik ochiq o'ram yozma bor edi. U o'ng putini dengiz ustiga, so'l putini bo'lsa quruqlikqa qo'yib turib, shirning hurkishiga o'xshash qattiq ovoz bilan vaqirdi. U vaqirganda 7 guldir mama o'z guldir qarosiri bilan javob qaytardi. 7 guldir mama javob qaytuganda ularning so'zlarini xotirlamoqchi bo'lib turatdim. Biroq osmondan 7 guldir mamaning aytganlarini xotirlama, ularni maxfiy tut degan bir ovozni angladim. Dengiz ham quruqlikning ustida turgan men ko'rgan u farishta o'ng qo'lini osmonga ko'tarib, osmon, yer, dengiz va ulardagi mavjudotlarni yaratquchi, ya'ni abadil abad yashag'uchining nomi bilan qasam qilib, endi kechiktirilmaydi. Aksicha 7-chi farishta qonini chag'anda Xudo o'z xizmatkorlari bo'lgan payg'ambarlarga jakarılgan sir amalga oshidu, dedi. Men osmondan anglagan ovoz menga yana berib, dengiz ham quruqlikning ustida turgan farishtaning qo'lidagi ochiq o'ram yozmini ol, dedi. Men berib, farishtaning kichik o'ram yozmini menga berishini so'radim. U menga buni elib ye, og'zingda asaldek tatliq bo'ladi, biroq maydangni ichishtiradi, dedi. Kichik o'ram yozmini farishtaning qo'lidan elib yedim. Og'zimda asaldek tatliq ketdi. Lekin uni yutqunimda maydam ichib ketdi. Keyin farishta menga, sen Xudoning ko'p millatlar,
xalqlar, har xil tillarda so'zlashadigan kishilar va podsholar to'g'risidagi vahiylarni yana bir qitim jakarlashing lozim, dedi. 11. bob. Manga o'lchigich o'rnida ishlatishga qo'mish berildi va bir ovoz manga mundoq dedi. Berib, Xudoning ibodatxonasi va qurbonlik supisini o'lcha. U yerda ibodat qilayotganlarni sana. İbadetxonaning tashqirqi hovlisini o'lchmay qo'y. Chunki u yer Yahudi emaslarga berildi. Ular muqaddas shaharni 42 oy dafsanda qiladi. Men 2 guvochimga qudrat beraman. Ular qoriliq kiyim kiyib, Xudoning vahiyisini bekitilgan ana shu 1260 kunda yetkazadi. Dunyoning Rabbi oldida turgan 2 tüp zaytun darg'i va 2 chiroqdan mana shu guvochlardir. Birarsi ularni zaxmlandirmoqchi bo'lsa, ular eg'izlardan o't turkib, u dushmanni kuydirib tashlaydi. Ularni zaxmlandirmoqchi bo'lganlar mana shundoq o'ldirildi. Ular Xudoning vahiyisini jakarlaydigan kunlarda yomg'ir yog'masligi uchun osmonni yepib etish qudratiga ega. Ular sularni qonga aylantirish va har xil baloyi ofatlar bilan yer yuziga xolgan vaqtda zarba berish qudratiga ega. Duolik vazifalar oyoqlashganda tegi yo'q hangdan chiqadigan diva ular bilan elishidi va ularni yengib o'ltiradi. Jasadlari katta shaharning g'ol yo'liga tashlanadi. Bu shahar Sodom yoki Misr degan simvollik nom bilan atalgan bo'lib, ularning Rabbimu u yerda krestga mixlangan edi. Har millatdan, har qabiladan va har xil tilda so'zlashadigan xalqlardan kishilar kelishib, ularning jasadlariga 3,5 kun tikilib qaraydi va jasadlarning yerlikka qo'yilishiga ruxsat qilmaydi. Yer yuzida yashaydiganlar ularning bu ahvolidan xushallikqa cho'mib, hech bayram o'tkazidi. Bir-biriga hadiyalar avatishidi. Chunki bu 2 payg'ambarning so'zi insonlarning vijdonlariga tikandek sanjilib, ularga qaqshatg'ich zarba bergan edi. 3,5 kundan keyin 2 payg'ambarning teniga Xudodan kelgan hayotlik nafsi kirdi va ular o'rnidan turdi. Ularni ko'ganlar intayin aloqzodi bo'lib ketishdi. 2 payg'ambar arshdan kelgan jaronliq bir ovozning "Bu yoqqa chiq" deganligini angladi va raqiblarining ko'z oldida bir bulut ichida osmonga ko'tarildi. Dal shu chog'da zemin shiddatli tavrandi. Shaharning 10dan biri gumron bo'lib, 7,000 kishi halok bo'ldi. Qolganlari intayin qo'rqishib, arshdagi Xudoni ulug'lashdi. 2. baloyi ofat o'tib ketdi. Endi 3. baloyi ofat kelishga oz qoldi. Uningdan keyin 7. farishta qonini chaldi. Arshdan kelgan jaronliq ovozlar mundoq deydi: Dunyoning podshohligi Parvardigorimiz va uning Masihiga mansub bo'ldi. U abadil abad hukm surgisi. Xudoning oldidagi o'z taxtlarida o'tirgan 24 yetakchi yerga bosh qo'yib, Xudoga sajda qilib, mundoq deyishdi: Hozir va azaldan bor bo'lgan, hammaga qodir Parvardigor Xudo, shukrlar bo'lsin sana. Chunki ulug' qudrating bilan hukmingni yurgizishga boshladim. Xalqlar g'azablangan edi. Endi sening g'azabing yetib keldi. O'liklarni so'roq qilish, xizmatkorlarning bo'lgan payg'ambarlarni va Xudoning muqaddas xalqi shundoqla arzimas yoki katta bo'lsin, nomingni cho'nqur hurmatlaganlarni
inomga ega qilish, yer yuzini gumron qillarni halok qilish vaqti keldi. Ondan Xudoning arshdagi ibodatxonasi ichildi va uning ahdi sanduqi u yerda ko'rindi. Shu on chaqmoqlar chiqib, guldirmomining guldir qaroslari anglandi. Zemin tabrinib, dahshatlik mo'ldir yig'ib ketdi. Dahshatlik mo'ldir. 12-bob. U chog'da arshda ajoyib zo'r bir karomat, ya'ni quyoshni yepinchoqlagan bir ayol ko'rindi. Uning putrining ostida oy, beshida 12 yulduzliq toj bor edi. Bu ayolning oy kuni to'sh qolgan bo'lib, to'lg'oq ichida dod faryod qiladi. Ondan arshda yana bir karomat, ya'ni 7 boshliq 10 munguzlik cho'ng bir qizil ajdaho ko'rindi. Uning 7 beshida 7 toj bor edi. U osmondagi yulduzlarning 3dan birini quyrug'i bilan surib, yer yuziga tushiribdi. Ondan ayol yangigan hamon uning bolasini yalmab yutib etmoqchi bo'ldi. Tug'ut ostki ayolning oldida tudi. Ayol bir bola, ya'ni butun ellarni to'mir qaltak bilan boshqaradigan bir o'g'il tug'di. Bola taxtda o'ltirgan Xudoning oldiga darhol elib chiqildi. Ayol bo'lsa cho'lga qochdi. U yerda uning 1260 kun beqilishi uchun uningga Xudo tarafidan hozirlab qo'ygan bir joy bor edi. Uningdan keyin arshda jang bo'ldi. Bosh farishta Mikoil va uning farishtalari ajdahoga qarshi jang qildi. Ajdahomu o'z farishlari bilan ularga etildi. Lekin elisholmadi. Buning bilan ular arshdagi o'rnidan mahrum qoldi. Cho'ng ajdaho, ya'ni iblis yoki shayton deb atalgan, butun dunyoni ozdirgan yilqi qadimiy yilon o'z farishlari bilan billa yer yuziga tashlandi. Shundan keyin arshda jarangliq bir ovozning mundaq deganligini angladim. Xudoyimizning nijotligi, qudrati, podshohligi va u tayinlagan Masihning huquqi namoyon bo'ldi. Chunki Xudoyimizning oldida qarindoshlarimizni kech-kunduz aybliguchi arshdan tashlab yetildi. Qarindoshlarimiz qo'zining qini va uning qilgan guvohligi bilan ajdahoni yangdi. Ular hatto o'lim oldidimi o'z jinini oyimidi. Shuning uchun ey arsh va arshda yashg'uvchilar, xushol bo'linglar. Lekin holinglarga voy, ey yer va dengizlar, chunki iblis ustinglarga tashlandi. U o'z vaqtining oz qolganligini bilib, darg'azabga keldi. Ajdaho o'zining yer yuziga tashlanganligini ko'rib, o'g'il bolani tuqqan ayolni qo'g'lashga boshladi. Ayolning ajdahodan doldinib, cho'ldagi 3,5 yil beqildigan makonga uchib ketish uchun uningga yo'g'on bir burkutning 2 qonati berildi. Ajdaho ayolning oqsidan og'zi bilan daryodagi suv purkib, uni salga bostirib yiqitib ketmoqchi bo'ldi. Lekin zemin ayolga yordam qilib, og'zini ichib, ajdahoning og'zidan etilib chiqqan daryoni yutdi. Buning bilan ajdaho ayolga darg'azab bo'lib, uning boshqa farzandlari, ya'ni Xudoning amrlarini tutib, Ayso Masihning bergan guvohligini tug'anlari bilan jang qilg'ili ketdi. Yilqi ajdaho dengiz bo'yida tikilib turadi. 13-bob. Ondan 10 munguzlik 7 boshliq bir devining dengizdan chiqayotganligini ko'rdim. Uning har bir munguzida birdan toj bor edi. Har bir beshida Xudoga kufrlik keltiradigan ibora yozilgan edi. Men ko'rgan bu deva yilqizga o'xshaydi. Putlari iqning putlariga, og'zi bo'lsa shirning og'ziga o'xshatdi. Ajdaho deviga o'z qudrati, taxti
ve zor hukukini berdi. Divinin başlarından biri ecellik yaralangandek turattı. Lekin bu ecellik yara sakaygan idi. Bütün dünya hayranlık içinde diviga egeşti. Ula diviga bunda hukuk bergen ejdihaga çokunuştu. Ula yana divigimi çokunup, divigi tenkilelediğalla bamu, onun bilen kim mu iliş alsın, dedi. Diviga tekabburluk ve küfürlü kıldığan eğiz, hem de 42 ay rüzalediğan hukuk verildi. O, Xudanın namıga ve onun dergahıga, yani o 7 yaşaydığanlığa küfürlü kılış üçün ağzını açtı. Onun Xudanın mukaddes halkı karşı can kılıp, ulanı yenişige yol koyuldu. Her kabile, her millet, her xil tilda sözleşidigan xalqlarga hükümranlık kılış hukuk verildi. Dünya yaratılgandan buyan, boğuzlangan qo'zining hayotlik dafteriga nomi yezilganlardan boshqa yer yuzida yashaydigan hamma inson uningga cho'qinadi. Muni so'zni qulg'inglarda ching tutinglar. Xudoning tutqun bo'ludi degini cho'qim tutqun bo'ludi. Xudoning qilishlinidi degini cho'qim qilishlinib o'lidi. Shuning uchun Xudoning muqaddas xalqi sabr qilishi, e'tiqodda ching turishi lozim. Uningdan keyin yerdan chiqayotgan yana bir divini ko'rdim. Uning qo'zinikidek kichik 2 mungizi bor edi. Lekin ovozi ajdahonikidek chiqatdi. U birinchi devga vakolatan butun huquqni yurgizib, yer yuzini va uningda yashaydiganlarni ecellik yarısı saqaygan birinchi deviga cho'qinishga majburlaydi. U cho'ng karomatlarni ko'rsatdi. Hatto insonlarning ko'z oldida osmondan yer yuziga o't yog'diratdi. U birinchi deviga vakolatan ko'rsatishga huquqlantirilgan karomatlar bilan yer yuzida yashaydiganlarni ozdirdi. Ularga qilich bilan chepilgan, lekin amon qolgan birinchi devining hurmati uchun bir haykal tiklashni buyurdi. Yerdan chiqqan deviga, dengizdan chiqqan devining haykaliga hayotlik nafsi berib, uni so'zlayoladigan qilish va uningga cho'qinmaganlarning hammasini o'ltirish qudrati berildi. U katta va arzimas, boy va kambag'al, hur va qullarning hammasini o'ng qo'li yoki peshonasiga bir belgi urg'izishga majburladi. Bu belgi borlar, ya'ni qo'li yoki peshonasida devining nomi yoki uning nomiga vakillik qiladigan raqam besilganlardan boshqa hech kim bir narsa setib ololmaydi yoki sotolmaydi. Bu yerda bir hikmat bor. Aql parosti borligi kishilar devining raqamini hisoblab chiqalaydi. Chunki bu raqam bir odamga vakillik qiladi. Uning raqami 666 dir. 14-bob. Ondan qo'zining Sion tegi ustida turganligini ko'rdim. Uning yenida peshonasiga qo'zining va uning otasining ismi yozilgan 144 ming kishi bor edi. Osmondan xuddi sharqirab eqiyotgan sularning va guldir momining qattiq guldirishidek bir ovozni angladim. Men anglagan ovoz yana chiltarchilar o'rindigan nag'ma ovozig'imi o'xshaydi. Yiliqi 144 ming kishi taxtning, 4 tirik maxluqning va yetakchilarning oldida yangi bir naqsh etishdi. Bu naqshni gunohlarning badili to'linib, bu dunyodan ozod qilingan kishilardan boshqa hech kim o'rganishga qodir emas edi. Ular xuddi zino qilib boqmagan kishilardek pok bo'lib, qo'za nega bosa, ularmu uningga erishib shu yerga bordi. Ular insonlar orasidan badal bilan qutqizilganlar bo'lib, xuddi dastlab pishgan meva
Xudoga atalg'inidek, ular Xudoga va qo'zga atalganlardir. Ularning og'zidan yolg'on so'z chiqmaydi. Ular aybsizdir. Buning kaynidan osmonning qa'rida uchib yurgan boshqa bir farishtani ko'rdim. Bu farishta yer yuzida yashaydiganlarga, ya'ni har bir xalq, qabila va har xil tilda so'zlashadigan millatlarga yetkazilgan mangulik xushxabarni elib kelgan edi. U jarangliq ovoz bilan: Xudodan qo'rqinglar, uni ulug'langlar, chunki uning insonlarni so'roq qildigan vaqti yetib keldi. Osmonni, zeminni, dengizni va buloqlarni yaratquchiga sajda qilinglar, deydi. Uning keynidan kelgan ikkinchi farishta mundoq dedi: Gumron bo'ldi. O'z zinosining kuchli sharobini butkul xalqlarga ichkizgan katta shahar Bobil gumron bo'ldi. Oldingi ikki farishtaning keynidan uchinchi farishta qattiq ovoz bilan mundoq dedi: Kim dengizdan chiqqan deviga va uning haykaliga cho'qinsa, uning belgisini peshonasiga yoki qo'lga urg'izsa, Xudoning g'azabining sof ham kuchli sharobini Xudoning g'azabi bilan to'lgan qadahda ichidi. U muqaddas farishtalarning va qo'zning oldida o't va gungurtda azoblanadi. Uni qiynagan o'tning ish-tutaklari mangu purqirab turdi. Deviga va uning haykaliga cho'qinib, uning ismining belgisini urg'izganlarga kech kunduz oromlik bo'lmaydi. Shuning uchun Xudoning amrlarini tutgan va Aysoga sodiq bo'lgan xalq sabr toqatlik bo'lishi lozim. Men yana osmonda mundoq bir ovozni angladim: Bu so'zni yoz. Buningdan keyin Rabbimizga mansub bo'lib o'lganlar naqadar baxtli. Muqaddas ruh dediki, durust, ular o'z ishlarini tugatib orom oladi. Chunki qilgan yaxshi amallarining natijasi ular bilan birga bo'ladi. Uningdan keyin bir parcha oq bulutni ko'rdim. Bulutning ustida beshiga oltin tosh kiygan, qo'lida o'tkir bir o'g'oq tutgan inson o'g'liga o'xshaydigan biri o'ltiratdi. Ibodatxonadan chiqqan boshqa bir farishta bulutning ustida o'tirg'uchiga yuqori ovoz bilan: O'g'iqni sol va o'r, chunki o'rmi vaqti keldi. Zemindagi ziroatlar pishib yetildi, dedi. Bulut ustida o'tirg'uchi zeminga o'g'oq soldi. Yerdagi ziroatlar o'rildi. Arishdagi ibodatxonadan yana bir farishta chiqdi. Uningmi o'tkir bir o'g'iqi bor edi. Orqadilla o'tni boshqaradigan yana bir farishta qurbonlik supisi tarafdan chiqib, o'tkir o'g'oq tutgan farishtaga yuqori ovoz bilan: O'tkir o'g'oqni selib, yer yuzidagi uzum tollarining sapoqlarini yig'ib ol, chunki uzumlar pishib yetildi, dedi. Buning bilan farishta o'g'oqni yer yuziga soldi va yerdagi uzum tollarining mevalarini yig'ib, Xudoning g'azabining sharob ko'lchigiga tashladi. Shaharning sirtidagi sharob ko'lchigidagi uzumlar dasilib, sharbatlari qon bo'lib, otning tizgini keldigan egizlikda 300 chaqirim yiroqlikqa oqdi. 300 chaqirim. 15-bob. Osmonda zo'r ham hayron qolarlik yana bir karomatni, ya'ni oxirgi 7 xil baloyi ofatni elib keladigan 7 farishtani ko'rdim. Xudoning g'azabi bu baloyi ofatlar bilan oxirlashatdi. Men yana o't orlash, xrustal dengizidek bir ko'rinishni ko'rdim. Uning yinida devi ustidan g'alaba qilganlar, ya'ni deviga va uning haykaliga cho'qinmagan ham
uning nomiga vakillik qiladigan raqam bilan mühürlenmegənlə turatdi. Ularning qo'llarida Xudo bergan chiltarlar bo'lib, bular Xudoning qismatkori Musoning naqshisini ham qo'za haqidagi naqshini aytishatdi. Hammaga qodir Parvardigor Xudo, qilganlaring ulug' va karomatdir. Ey butkul xalqlarning podshohi, yo'llaring odil va haqdir. Ey Parvardigor, sendin qo'rqmaydigan kim bor? Nomingni matilmaydigan. Chunki yegona, muqaddas o'zingdirsan. Kelib butkul xalqlar sana sajda qilgusi, chunki oshkor bo'lg'ach qilganlaringning haqqoniyligi. Uningdan keyin arshdagi ibodatxonaning, ya'ni ahdi chedirining ichilganligini ko'rdim. 7 xil baloyi ofatni o'z ilkida tutgan 7 farishta, pokiz ham parqirab turadigan kandir raqtun to'n kiygan, ko'ksiga oltin kamar bog'lagan holda ibodatxonadan chiqdi. 4 tirik maxluqning biri 7 farishtaga abadil abad yashaydigan Xudoning g'azabi bilan to'lgan 7 oltin chinini berdi. İbadetxana Xudoning ulug'ligi va qudratidan tutun bilan to'ldi. 7 farishtaning 7 baloyi opti tamom bo'lmog'icha hech kim ibodatxonaga kirolmadi. 16-bob. Shuningdan keyin ibodatxonadan ko'tarilgan jarongliq bir ovozning 7 farishtaga beringlar, Xudoning g'azabi bilan to'lgan yetişinidikini yer yüzüge tökünla degelligini anladım. Birinci perişte berip, çinidikini quruqluq tökti. Bunun bilen tenide divinin belgisi boğan ve onun heykeliga çoqunğanlarının bedenini yirkinçlik yerin yarıla qaplap ketdi. İkinci perişte çinidikini denizga tökti. Deniz suyu ölüknün qiyniga o'xshash qonga aylandi ve ichidagi bütün canlıqlar öldü. Üçüncü perişte Çinidikini derya ve bulaqlarga tökti. Ularning suyumu qonga aylandı. Ondan su periştisinin mundaq deganligini anladım. Hozir ve ezelden bor bo'lgan muqaddas Xudo chiqargan hukmlaring durust ve adildir. Yaman odamlar senin muqaddas xalqing ve peygamberler qinini tökkənligi üçün sen ularga ishkili qon berding. Ular mushu jazoga loyiqdir. Yana qurbonlik supsidan kelgan bir ovozning ey hammaga qodir Parvardigor Xudo, hukmlaring haq ve adildir deganligini anladım. 4. perişte Çinidikini quyoshning yuziga tökdi. Bunun bilan quyoshga insonlarni o'tdek qizig'i bilan o'rtash qudrati berildi. İnsanlar dahshatli issiqda o'rtaldi. Biroq ular tavba qilish va bu baloy ofatlarni keltirish qudratiga ega bo'lgan Xudoga hamdu sanolar o'qishning o'rniga uni qarg'ashdi. 5. perişte Çinidikini divining taxtiga tökdi. Divining podsholigini qorong'ulik bosdi. İnsanlar azobdan tillarini tishlashdi. Ular og'riq azobi ve yorlari dastidan arshdagi Xudoni qarg'ashdi. Biroq qilmishlariga tavba qilishmadi. 6. perişte Çinidikini ulug' Firat daryosiga tökdi. Şu hamon daryoning suyi qurdi. Bunun bilan kun chiqishdan keladigan podsholarning yo'li ichildi. Shuningdan keyin ajdahoning, devining va soxta payg'ambarning eg'izlaridan chiqqan poqqa o'xshaydigan 3 yomon ruhni ko'rdim. Bular karomatlar ko'rsatadigan
Cinlarning ruhlari bo'lib, butun dunyodagi podsholarni hammaga qodir Xudoning ulug' kunidagi jangi to'plashqa ketyotdi. Ayso mundaq dedi: "Qaranglar, o'g'rining kelishidek tuyuqsiz keliman. Yalang'och qilib, nomusqa qolmaslik uchun kiyimlarini yeniga qo'yib, sagak yotqanlar ne qadar baxtlik ha." 3 yomon ruh podsholarni İbranicha Armagedon deyiladigan yerga to'pladi. 7 farishta chinidikini havoga to'kdi. Arishdiki ibodatxonning taxtidan ko'tarilgan jaronliq bir ovoz: "Ish tamom" dedi. Shu asnoda chaqmoqlar chiqildi. Guldirmomining guldir qaroslari anglandi. Yer zemin shunchalik tavrandiki, insonlar yoritilgandan beri bunda qattiq tavrinish bo'lmagan edi. Kat shahar Bobil 3ga bo'lindi. Har qaysi alladagi shaharlarmu yer bilan yakson bo'ldi. Shu kat shahar Bobildan hisob ilinish uchun Xudoning qattiq g'azabi bilan to'lgan qadah uningga berildi. Butun orollar g'oyib bo'ldi, tog'lar yo'qoldi. Osmondan insonlarning ustiga har bir donisi 45 kilo chamusida keladigan mo'ldir yog'di. Bu mo'ldir opti shundoq qo'rqinchli bo'ldiki, insonlar bu baloyi ofatning dastidan Xudoni qarg'ashdi. 17-bob. 7 chinisi bor, 7 farishtaning biri kelib, "Menga bu yerga kel. Sular ustida o'ltirgan, donqi chiqqan fohisha ayolning totadigan jazosini sana ko'rsatib qo'yay. Dunyoning podsholari uning bilan zino qilishdi. Yer yuzida yashaydiganlar uning zinosining sharobidan mast bo'lishdi" dedi. Uningdan keyin farishta meni bir cho'lga elib ketdi. Shu chog'da muqaddas ruh meni o'z ilkiga olgan edi. U yerda 7 boshliq 10 munguzlik butun azoyini kupurliq nomlari qoplagan bir to'q qizil devining ustida o'ltirgan bir ayolni ko'rdim. Ayol so'sun va to'q qizil ranglik kiyim kiygan bo'lib, oltin, qimmatbaholiq tosh va unchi marvoyatlar bilan bezalgan edi. Qo'lida irkinchlik narsalar va o'z zinosining minnatchiklari bilan to'lgan bir oltin qadah bor edi. Peshonasiga katta Bobil fohishlarning va dunyodagi butkul irkinchliklarning onisi degan bir sirliq nom yozilgan edi. Men ayolning Xudoning muqaddas xalqi, ya'ni Aysoga guvohlik berib, qurbon bo'lganlarning qini bilan mast bo'lganligini ko'rdim. Uni ko'rib, intoyin hayron bo'ldim. Farishta menga mundaq dedi: "Nemiga hayron bo'lyapsan? Ayolning va u minib turgan 7 boshliq 10 munguzlik devining sirini sana aytib beray. Sen ko'rgan deva bir zamonlarda bor edi. Hozir yo'q. U keyin tegi yo'q hongdan chiqib halokatga yuzlanadi. Yer yuzida yashaydigan, ammo dunyo yoritilgandan buyon nomi hayotlik daftarga putilmagan kishilar devini ko'rib intayin hayron qoladi. Chunki u bir zamonlarda bor edi. Hozir yo'q. Lekin yana paydo bo'ladi. Buni tushunish uchun aql farosat kerak. 7 bosh u ayol o'ltirgan 7 taqqa, shundaqla 7 podshohga vakillik qiladi. Bularning 5i ozdirilgan, biri bor, yana biri texi kelmidi. U kelganda ozli vaqt turalaydi. Burun bor, lekin hozir bo'lmagan devining o'zi 8-chi podshohdir. U ham 7 podshoning qatorida
halokatga yuzlanadi. Sen ko'rgan divining 10 mungizi, texi hukm surmagan 10 podshohdir. Lekin bularga divi bilan billa 1 soatlik podshohlik huquqi beriladi. Bu podshohlar o'z qudrati va huquqlarini bir niyat, bir maqsadda diviga berishidi. Diva va podshohlar birlashib, qo'ziga qarshi jang qiladi. Qo'za g'alaba qiladi. Chunki qo'za Rablarning Rabbi, podshohlarning podshohidir. Uning bilan bir saptikilar chaqirilgan, tanlangan va uningga sodiq bo'lganlardir. Farishta bana yana fohisha ayol bo'yida o'ltirgan, sen ko'rgan sularning o'zi millatlar, qavmlar, xalqlar va har xil tillarda so'zlashadigan kishilardir. Sen ko'rgan diva va 10 munguz bu fohisha ayoldan nafratlanadi. Uni talon-taroj qilib, yalang'ochlab qo'ydi. Uning go'shtini yeb, o'zini o'tda ko'ydirdi. Chunki Xudo oshu 10 podshohning qalbini asir qilib, ularning o'z maqsadlarini amalga oshirg'izdi. Shuning bilan bu podshohlar Xudoning so'zlari amalga oshqicha hukmronlik huquqini diviga o'tinib berishda birlikka keladi. Sen ko'rgan ayol dunyoning podshohlari ustidan hukmronlik qiladigan katta shahar Bobildir, dedi. 18-bob. Uningdan keyin cho'ng huquqliq, ya'ni bir farishtaning arshdan tushayotganligini ko'rdim. Yer yuzi uning parlaq nuri bilan yorib ketdi. Farishta jaronliq ovoz bilan mundaq vaqirdi. Gumron bo'ldi. Kat shahar Bobil gumron bo'ldi. Endi u jinlarning makoni, har xil yomon ruhlarning uvisi, har xil iflos va yirkinishli qushlarning changisidir. Chunki ishdi har qaysi xalqlar uning axloqsizligining kuchlik sharobidan zino qilishdi. Dunyoning podshohlari uning bilan beyishdi. Dunyoning savdogarlari uning bayashotchiligining ziyodiligidan. Osmondan yana bir ovozni angladim. U yerdan chiqinglar, ey xalqim, bo'lmasa shirik bo'lisizlar, u shaharning gunohlariga uchraysizlar, uning beshiga tushadigan baloyu ofatlarga, chunki palakka yetdi. Uning qatmu-qat gunohlari Xudoning yodiga yetdi. Uning razil qilmishlari. Yondiringlar, uning sizlarga qilganiga muvofiq. Qaytiringlar, uning qilmishlariga qo'shilib. Suninglar, 2 barobar to'ldirib, uning sharob bergan qadihini. Ayshi ishratda hashamatchilik bilan yashasa qandoq? Beringlar uningga azob va alam shundoq. Chunki maqtinidiki, u o'z ko'nglida o'ltirman, xonishdek taxtda, tul emasman, tutmasman aslo motam. Bu vajdan uning beshiga keldigan baloyu ofat, ya'ni o'lim, ochorchilik va motam keladi. Aman bir kun ichidila. O'rtiladi u o't ichida. Chunki so'roq qiladi uni qudratlik Parvardigor Xudo. Uning bilan zina qilgan va ashi ishratli yashagan dunyoning podshohlari uni o'rtgan o'tning istutaklarini ko'rganda, uning holiga echinib, yig'izor qilishidi. Uning tatiyotgan azobidan qo'rqib, yiroqda turib, deydiki, Sit, kat shahar, Bobil, kuchlik shahar, tortilding jazoga 1 soat ichidila. Dunyodagi savdogarlarmi uning holiga echinib,
yig'izar qilishidi. Chunki endi ularning mollarini, ya'ni oltin kumush, qimmatbaholiq tosh, unchi marvoyit, esil kandirraxt, so'sin tovar durdun, ipak, to'q qizil ranglik gazmol, har turli xushbo'y yog'ochlar, pilchi, eng esil yog'och, tuch, to'mir va marmarlardan ishlangan xilma-xil buyumlar, shuningdek guldarchin, dori darmak, isiriq, murmakki, mastak, sharob, zaytun yig'i, oq un, bug'doy, kala, qo'y, ot, harva va qullarini, ya'ni odamlarini setib oldigan kishi yo'qdir. Bu savdogarlar Babulga, sen mastoni bo'lgan, esil narsalar sendin ketdi, bütün esil mol dunyolaring g'oyib bo'ldi. Sen ularni endi topamazsan, deydi. Babulda bu mallarni setib yeygan savdogarlar shaharning tatiyotgan azob oqibatlaridan qo'rqib, yiroqda turib, uning holiga echinib, yig'izor qilishib deyishudiki, Sit, kat shahar, o'ralgan eding esil kandirraxlarga, so'sin va to'qqizil ranglik gazmallarga, bezalgan eding oltin, qimmatbaholiq tosh va unchi marvoyitlarga, barbod bo'lding, shuncha katta boyliqlar bilan bir soat ichidilar. Barliq kemi boshliqlari, kemidagi yo'lovchilar, kemichilar va dengizga tayinib jon boqadiganlarning hammasi yiroqda turib, uni o'rtgan o'tning istiqlarini ko'rib, bu katta shaharning yana bir tangdishi bormidi deb faryod qilishdi. Ular boshlariga to'p to'kishib, motam tutib, hasrat bilan un selib, mundoq deb yig'lishdi. Sit, katta shahar, beg'on edi uning boylig'idan dengizda kemisi borlar. Halbuki vayron bo'ldi shahar, bir soat ichidilar. Ey arsh, ey Xudoning muqaddas xalqi, elchilar va payg'ambarlar, xush bo'linglar, uning beshiga kelganlardan, chunki jazolab Xudo uni elib badislarning ta'tinglarni. Ondan kuchlik bir farishta tugman teshig'i o'xshash yo'g'on bir toshni ko'tarib, dengizga tashlab mundoq dedi. Tashlanadi, mana shundoq shiddat bilan katta shahar Bobil ko'rinmaydi qayta. Endi anglanmaydi ovozi uningda, chiltorchining, naqshichining, kanoychining, sunaychining. Endi tepilmaydi. Uningda hech qanday qo'l hunarvan. Endi anglanmaydi ovozi tugmanchining. Endi parlamaydi chiroq yo'ruqi uningda, anglanmaydi mungdishlari yangi xotinlarning. Dunyoning eng martabali kishilari edi uning savdogarlari, ozdi sehri bilan butun xalqi olam to'kildi. Bu shaharda qonlari, payg'ambarlar, Xudoning muqaddas xalqi, yer yuzida qirg'in bo'g'allarning. 19-bob. Shundan keyin arshda nurg'un xaloyiqning vaqrashlarida bir ovozni angladim. Ular hamdu sana, nijotlik, ulug'liq va qudrat Xudoyimizga mansubdir. Chunki uning hukmlari haq va odildir. U yer yuzini o'z zinosi bilan buzgan donliq poyishini so'roqqa tortib, o'z xizmatkorlarining qinining intiqomini oldi, deyishadi. Ular yana hamdu sana, poyishni o'rtgan o'tning istaklari
pırqıraydı əbədil əbəd deyişdi. 24 yetakçi və 4 tirik məxluq yəgi baş qoyub, amin, həmdü sana, dəb təxti oturğan Xudağa səcdə qilishdi. Onundan keyin təxtdən kötürülgən bir avaz mundaq dedi. Ey Xudoning bütkül xizmatkorlari, uni cho'nqur hurmatlagan katta va arzimaslarning hammasi uni madhilanglar. Ondan sularning shoqirishiga, qattiq guldirmomining guldirishiga va nurg'un xaloyiqning ovoziga o'xshash bir ovozni angladim. Ular hamdu sana, hammaga qodir Parvardigorimiz Xudo hukmrondir. Shod-xuromlik bilan tantani qilayli, uni madhilab ulug'layli, chunki qo'zining to'y kuni yetib keldi, qiz o'zini tayyor qildi. Uningga kiyish uchun pokiz va yaltirab turadigan esil kandir to'n berildi, deb vaqirashdi. Esil kandir Xudoning muqaddas xalqining xayrlik ishlariga vakillik qiladi. Ondan farishta menga muni so'zlarni xotirlab ol. Qo'zining to'y ziyofatiga taklif qilinganlar naqadar baxtlik dedi. U menga yana bular Xudoning haqiqiy so'zlaridir dedi. Uningga sajda qilish uchun oyig'iga bosh qo'ydim. Lekin u hargiz unda qilma. Menmu Xudoning sen va Aysoga guvohlik bergan qarindoshlaringga o'xshash xizmatkoriman. Xudoga ibodat qil. Chunki Ayso Masih haqida guvohlik berish Xudoning vahiysini yetkazishning haqiqiy vohididir, dedi. Uningdan keyin osmonning ichilganligini va u yerda turgan bir oq otni ko'rdim. Otga minguvchining ismi Sodiq va Haq edi. U odil hukm va odil jang qiladi. Uning ko'zlari yalqinlab turgan o'tga o'xshatdi. Beshida nurg'un toji bor bo'lib, badiniga o'zidan boshqa hech kim bilmaydigan bir ism yozilgan edi. Uchisiga qonga milangan to'n kiygan bu otga minguvchining ismi Xudoning kalomi edi. Pokiz va oppoq esil kandir to'n kiygan arshdiki qo'shinlar oq otlarga minib, uning kaynidan egishib kelyotdi. Uning og'zidan har qaysi xalqlarga zarba berish uchun o'tkir bir qilich chiqib turadi. U xalqlarni to'mir kaltak bilan boshqaradi. U Xudoga qarshi turg'uvchilarni xuddi uzumlarni sharob ko'lchigida dassab mijig'andek hammaga qodir Xudoning o'tliq g'azabi bilan haloklatdi. Uning to'ni va yotsida podsholarning podshohi va rablarning rabbi degan nomi yozilgan edi. Ondan quyoshning ichida turgan bir farishtani ko'rdim. U osmonning qardi uchayotgan barliq qushlarga qattiq ovoz bilan kelinglar, Xudoning katta ziyofatiga yig'ilinglar. Podsholarning, sardorlarning va qudratlilarning, shundoqla otlarning va uningga minganlarning, qullarning va hurlarning, kattalarning va arzimaslarning go'shtlarini yanglar, dedi. Uningdan keyin diva dunyo podsholari va ularning lashkarlarining otga minguvchi ham uning qo'shini bilan jang qilish uchun jam bo'lganligini ko'rdim. Diva va uning vakolatan mo'jizlar ko'rsatgan soxta payg'ambar ikkilisi tutildi. Soxta payg'ambar shu mo'jizlar orqali tenida divining belgisi bo'lgan hamda divining haykaliga cho'qinganlarni ozdirib yugan edi. Ularning har ikkilisi gungut yeniyotgan o't ko'liga tirik tashlandi. Ularning lashkarlari
Atqı minguchining og'zidan chiqqan qilish bilan chepildi. Bütün ushar qanotlar bularning go'shtini yeb to'ydi. Uning go'shtini 20-bob. Uningdan keyin qo'lida tegi yo'q hangning oshquchi va yo'g'on bir kishan tutgan bir farishtaning osmondan tushayotganligini ko'rdim. Farishta ajdihoni, ya'ni iblis yoki shayton degan yilqi qadimiy yilonni tutib 1000 yillik kishanladi. Har qaysi xalqlarning 1000 yil to'shqicha qayta ozdirilmasligi uchun uni tegi yo'q hangga tashladi. Ondan hangning og'zini yepib pechatlayotdi. 1000 yil to'shqandan keyin ajdiho vaqtliq qo'yib berilishi kerak edi. Ondan taxtlarni va ularda o'tirganlarni ko'rdim. Ularga hukm qilish huquqi berilgan edi. Uningdan boshqa Aysoga guvohlik berganligi va Xudoning so'zini yetkazganligi uchun kallasi ilinganlarning jonlarini ko'rdim. Ular diviga va uning haykaliga cho'qinmagan, uning belgisi peshonasiga va qo'llariga urilmaganlar edi. Ularning hammasi tirilib, Masih bilan birlikda 1000 yil hukm süratdi. Bu dastlabki tirilish edi. O'liklarning qolganlari 1000 yil to'shmog'icha tirilmaydi. Dastlabki tirilishdan bahramon bo'lganlar baxtlik va muqaddasdir. Ikkinchi o'limning bularni ilkiga ilish huquqi yo'qdir. Ular Xudoning va Masihning ruhoniylari bo'ladi va Masih bilan birlikda 1000 yil hukm surdi. 1000 yil to'shqanda shayton zindondan bo'shitilib, yer yuzining 4 pulingdagi xalqlarni, ya'ni Yajuj bilan Majushlarni ozdirish va ularni jang qilish uchun bir yerga to'plashga chiqdi. Toplanganlarning soni dengiz sohilidagi qumdek sanoqsizdir. Ular bütün yer yuzini kezib, Xudoning muqaddas xalqining bogohini, ya'ni u so'ydigan shaharni muhosiriga oladi. Lekin osmondan o't yig'ib, ularni kul qiladi. Ularni ozdirgan iblis bo'lsa, divi bilan soxta payg'ambar, ko'yayotgan o't va gungurt ko'liga tashlanib, u yerda kech-kunduz mangu azoblanadi. Uningdan keyin cho'ng bir oq taxt va uningda o'tirg'ichini ko'rdim. Osmon bilan zamin uning oldidan qechib g'oyib bo'ldi. Men yana o'liklarni ko'rdim. Katta yoki arzimas bo'lsin, hammasi taxtning oldida turadi. Kitoblar ichildi. Hayotlik daftari deyilgan yana bir kitobmi ichildi. O'liklar kitoblarda xotirlanganlar bo'yicha o'z amaliga qarab hukm qilindi. Dengiz o'zdagi o'liklarni, o'lim va o'liklar diyorimi o'zirdagi o'liklarni topshirishdi. Har kim o'z amaliyatiga qarab hukm qilindi. Ondan o'lim va o'liklar diyori o't ko'liga tashlandi. Mana bu o't dengizi ikkinchi o'limdir. İsmi hayotlik daftarida yozilganlarning hammasi o't ko'liga tashlandi. 21-bob. Ondan yangi osmon va yangi zaminni ko'rdim. Chunki burunqi osmon va zamin g'oyib bo'lgan edi. Dengizmi yo'qolgan edi. Muqaddas shaharning, ya'ni Xudo nozil qilgan yangi Yerusalimning arshdan xuddi o'z yigitiga pardozlanib, hozirlangan qizdek tushayotganligini ko'rdim. Taxtdan ko'tarilgan jaronliq bir ovozning mundoq deganligini angladim. Mana Xudoning makoni insonlarning orasidadir. Xudo ularning orasida yashaydi. Ular Xudoning xalqi bo'ladi. Xudo o'zimi ularning orasida turib, ularning Xudosi bo'ladi. U ularning ko'zlaridagi har bir tomchi yoshlarini ertidi. Endi
ölüm əsla bo'lmaydi. Ne matem, ne yığızar, ne kaygı elem bo'lmaydi. Çünkü burunqi alem ötüp ketdi. Bu çağda taxtı oturğuchi mundaq dedi. Ana, hemmini yenilayman. U bana yana, bularni xotirlab ol. Çünkü bu sözler işençlik ve haqdır, dedi. O yana, tamam bo'ldi. Baş ve ahir, muqaddam ve tamam özümdür men. Suğallağa, hayatlık suyunun bulugudun haqsiz su berimen. Galibi qığalla, bulağa mirasxo'rlik qılıdı. Men ularning xudosi bo'laman. Ularmu mening farzandlarim bo'ladi. Lekin qo'rqinchoq, e'tiqodsiz, chirik, qotil, zinaxo'r, sehrgar, butparast ve yolg'onchilarga kesak, ularning qismati gungurt bilan yongan o't ko'lidir. Mana bu ikkinchi ölümdür. Ahirki 7 baloyi afat bilan to'lgan, 7 ichini tutgan 7 farishtadan biri kelib manga, kel, qo'zg'a hamroh bo'ladigan qizni sana ko'rsatib qo'yay, dedi. Oldin muqaddas ruhning meni o'z ilki elishi bilan farishta meni cho'ng ve egiz bir taqqa elib chiqdi. U yerdan manga arshdan Xudo nozil qilgan muqaddas shahar Yerusalimning tushayotganligini ko'rsatdi. Shahar Xudoning ulug'ligi bilan to'lgan bo'lib, uning julosi intayin esil bir go'harning yeşil qash-toshdek yaltırgan kristallning julosiga o'xshaydi. Shaharning cho'ng hem egiz sepili ve 12 darvozasi bor idi. Her bir darvozni birdan farishta saqlaydi. Her bir darvozning ustiga İsraillarning 12 qabilasidan birining ismi yozilgan edi. Kun chiqishda 3 darvoza, kun petishda 3 darvoza, kungayda 3 darvoza ve teskayda 3 darvoza bor edi. Shaharni qo'shab turgan sepilning 12 ul tishi bor bo'lib, ularning ustiga qo'zining 12 elchisining ismlari yozilgan edi. Manga gap qilgan farishtaning qo'lida shaharni ve shaharning darvozalari bilan sepilini o'lchaydigan bir oltin o'lchgich bor edi. Shahar 4 chaso bo'lib, uzunligi bilan kengligi o'xshash edi. Farishta shaharni o'lchgich bilan o'lchidi. Her bir tarafi 2200 chaqrim keldi. Uzunligi, kengligi ve egizligi bir-biriga tap-mun tang edi. Farishta sepilni o'lchidi. Sepilning qalinligi u ishlatgan insonlarning o'lchgichi bo'yicha 65 metr keldi. Sepil yeşil qash-toshdan, shahar aynakdek süzük sap oltindan bina qilingan edi. Shahar sepilining uli her xil esil toshlar bilan bezalgan edi. Birinchi ul tosh yeşil qash-tosh, ikkinchisi ko'k yoqut, uchinchisi haqiq, to'rtinchisi zumrad, beshinchisi qizil haqiq, oltinchisi qizil kvarts, yettinchisi seriq kvarts, sakkizinchisi rangsiz yoqut, to'qqizinchisi topaz, 10-si yeşil kvarts, 11-si sösün yakut ve 12-si sösün kvarts idi. 12 darvoza, 12 mervayit idi. Yani darvozlarning her biri birden mervayittin yasalgan idi. Shaharning g'ol yo'li aynakdek süzük, sap, oltindan idi. Shaharda hech qanday ibodatxona ko'rmadim. Çünkü
hammaga qodir Parvardigor Xudo va qo'za shaharning ibodatxonasidir. Shaharning yoritilishi uchun quyosh yoki oy hojatsiz bo'lib, uni Xudoning porloq nuri yoritib turdi. Qo'za uning chirig'i bo'ladi. Dunyodagi xalqlar shahardagi yorug'likda yashaydi. Dunyoning podsholari shonu shavkitini u yerga elib keladi. Shaharning darvozalari mangu taqolmay kun bo'yi ochiq turadi. Chunki u yerda sodi kechi bo'lmaydi. Har qaysi xalqlar shonu shavkitini va izzatini u yerga elib keladi. U yerga har qanday nopok narsalar va yirkinishlik ishlarni qiladigan yolg'onchi kishilar kirolmaydi. Faqat nomi qo'zining hayotlik daftarida yozilganlarla kiralaydi. 22-bob. Uningdan keyin farishta menga Xudoning va qo'zining taxtidan boshlangan kristaldek suzuk hayotlik suvi eqiyotgan daryoni ko'rsatdi. Shaharning g'ol yo'lining o'rtasida eqiyotgan bu daryoning ikki tarafida 12 qitim meva kiradigan, ya'ni har oyda meva beradigan hayotlik darg'i bo'lib, daraxtning yo'pimoqlari butkul xalqlarga shifo edi. La'natga uchraydigan ishlar qolmaydi. Xudoning va qo'zining taxti shaharning ichida bo'lib, Xudoning xizmatkorlari u yerda ibodat qiladi. Ular Xudoning jamolini ko'radi. Xudoning nomi ularning peshonalariga yoziladi. U yerda aslo kechi bo'lmaydi. Ne chiroq nuriga, ne quyosh nuriga hojati tushmaydi. Chunki Parvardigor Xudo ularning yo'riqligi bo'lib, ular abadil abad hukm suradi. Farishta menga bu so'zlar ishonchlik va haqdir. Payg'ambarlarning ro'yiga ilhom bergan Parvardigor Xudo yaqin kelgusida yuz berishi muqarrar bo'lgan voqealarni o'z xizmatkorlariga ko'rsatish uchun farishtasini avatdi, dedi. Ayso Masih bundoq dedi: Mana pot yaqinda kelaman. Bu kitobdagi bishoratlik so'zlarga amal qilganlar ne qadar baxtlik. Bularni anglag'uchi va ko'rguchi men Yuhannaman. Bu ishlarni anglag'inimda va ko'rgunimda bularni menga ko'rsatgan farishtaga sajda qilish uchun uning oyog'iga bosh qo'ydim. Lekin u menga: Hergiz unda qilma. Men sana payg'ambar bo'lgan sening qarindoshlaringga ham bu kitobdagi so'zlarga amal qilganlarga o'xshash Xudoning xizmatkoriman. Xudoga ibodat qil, dedi. U menga yana: Bu kitobdagi bishoratlik so'zlarni pechatlab maxfiy tutma. Chunki bu ishlarning amalga oshirgan vaqti yaqindir. Yomonlik qiluvchilar yomonligini qilaversin. Pashkashlar pashkashligini davomlashtiraversin. Haqqoniylar haqqoniyligini davomlashtiraversin. Xudoga otilib pok bo'lganlar poklikda yashaversin, dedi. Ayso Masih mundoq dedi: Mana pot yaqinda kelaman. Her kimning amaliyatiga qarab beradiganimni o'zim bilan billa elib kelaman. Bosh va oxir, tunji va oxirgi, muqaddam va tamom men bo'laman. Hayotlik darg'ining mevalaridan bahramon bo'lish va shahar darvozasidan kirish huquqiga erishish uchun to'llarini yuyib tozalganlar ne kadar baxtlik. Peskashlar
sehrgarlar, zinaxo'rlar, qotillar, butparastlar, yolg'onchilar va yolg'onchilik qilishga xushtorlarning hammasi shaharning sirtida qoladi. Menki Ayso Masih e'tiqodchilar jamoatchilariga bu ishlarni yetkazish uchun farishtamni avatdim. Davudning notisi ham avlodi men bo'laman. Parlaq tong yulduzi men bo'laman. Muqaddas ruh va to'y bo'ldigan qiz kel dedi. Oңғалларның әмісімі, кәл, десін. Құсыған кәлсін. Қалған кіші, hayatlıq süydün, həqsiz işsun. Mən ki, Yuhanna, bu kitabdaki bişarətlik sözlərini anlığanlarını ciddi agahlandırmən ki, kimdi kim bu sözlərə bir nəsi qoşsa, Xuda onunğa bu kitapta yazılgan balayı apetlerini keltürüdü. Kimdi kim bu bişaretli kitaptaki birer sözün çıkırvetse, Xudamu onu bu kitapta yazılgan hayatlık dergidin ve mukaddes şehrdin berildiğen nesivisidin mehrum kılıdı. Mana bulağa guvalık bəgüçi Ayso Masih mundaq deydi. Şundaq, pat yıkında kelimen. Amin. Kel, ya Rabbim Ayso. Rabbimiz Ayso'nun mehr şefqati, Xudoning muqaddas xalqi bilan birga bo'lg'ay. Amin.